Assalomu alaykum, Aslibek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Xudoga shukr. Yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bu Samarqand bozorini portlatib olibsiz-ki, labolarga faqat sizlar budka yasab beribsizlar-ki. Xudoga shukr aka, qo'ldan kelgancha hamma mashinalarga chiroyli qilib furgonlarni o'rnatib, tentlarni o'rnatib berganmiz. Bizning korxonamizdan chiqqan. Bitta obunachilar bilan salomlashib qo'yamiz. Assalomu alaykum avtofurgon obunachilari, tuzumsizlar, sog' salomatmisizlar? Sizlar uchun bugun Samarqand mashina bozorida qilib bergan ishlarimizni obzor qilib beramiz. Men bu yerda furgonlar, tentlar hammasi haqida ma'lumotlar berib o'taman va bitta narxini aytib o'taman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Hamma harakatlarimiz sizlar va o'zimiz uchun. Xo'p, Sherzod aka, unda obzor boshlaymiz aka. Bu birinchi mashinamiz. Xo'p. Bunga 150 ga furgon o'rnatib berganmiz. Oldindan aytib o'taman, davlat standarti maksimal 150 gacha ruxsat bor. O'zi furgonni balandligi 150 dan oshsa, birdaniga jarima maydoniga olib kirib tashlaydi gaylar. Unga ruxsat yo'q. Xo'p, aka, bu mashinaga qilib berganimiz 150 lik furgon. Qalin Alikafondan 21 mikronli eng sifatlisi. Alumax kompaniyasi o'zi ko'pchilik bilsa kerak. Va qoshlarga bitta ahamiyat qarataverasizlar. Qoshlari Ponli 201 markali nержавейка nikel. Xo'p, bu materialga kiradigan bo'lsak, bu zanglamaydigan, chirmaydigan material. Biz eng sifatli mahsulotlarni ishlatamiz. Undan tashqari Sherzod aka, Corona o'rnatib berganmiz. Bitta ahamiyat qarataverasizlar, juda baquvvat. Coronaning asosiy vazifalari haqida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Birinchi navbatda havoni kesib, mashinangizni yengil yurishi uchun yordam beradi va eng asosiysi mashinani rasxotini kamaytirib beradi, hurmatli obunachilar. Qanday unday bo'lishi mumkin desangiz, Corona bo'lmasa, mana furgonni oldi to'rtburchak bo'ladi. Bu shamol bo'lganda mashina yurishga qiynalib, rasxotni ko'paytiradi. Agar Corona qo'ysangiz, mashinani yurish yengillashib, rasxotni kamaytirib beradi. Xo'p, mana bu yerga bitta ahamiyat qarataverasizlar. Bu furgon bilan mashinani ulashgan joyi eng sifatli germetika ishlatilgan va hech qanaqa bu yerda ovoz chiqmaydi. Juda sifatli, bunga ham hamma narsaga qisqasi kafolatimiz bor. Suv o'tmaydi aka. Hech qayerdan suv o'tmaydi. Shuning uchun bu furgonlarimizga 5 yil kafolat berib qo'yganmiz. Bunaqa kafolat hech qayerda yo'q. Endi bitta shu sanduqcha haqida ma'lumot. İçini ko'rsataveramiz. Xo'p, mana 2 ga 2 profillaridan foydalanilgan. Stenkasi 09, ahamiyat qarataverasizlar. Ponli Alikafon, tashqari tarafi ham 21 mikronli nержавейкаlardan foydalanilgan. Xo'p, bu sanduqchani endiki foydali taraflarini aytib o'tamiz. Birinchi navbatda lavoni ichida agnushedil, aptechkalarni qo'yishga joy bo'lmagan hisobiga bemalol mana shu yerga joylashtirib qo'ysa bo'ladi. Ключ, kalit, domknatlarni ham. Undan tashqari akkumulyatorga bu sanduqcha himoya vazifasini bajarib beradi. Endi ko'chalarda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Yo'l chetiga qo'yganingizda birorta qo'pol qilib aytganda uxlatib ketmasligi uchun, o'g'irlab olib ketib qolmasligi uchun. Mana shunday yopadi, kalit mashina ichida qulflab qo'ysak hech kim olib keta olmaydi bu. Bunga ham katta kafolati bor va furgon o'rnatmasa ham aka, любой vaqt kelsa, masalan, oddiy bort bilan kelsa ham bunaqa sanduqchalar o'rnatib beraveramiz. Xo'p, bu sanduqcha alohida o'rnataman deganlarga bir donasi narxi 450 ming so'm. Bir donasi alohida kelib o'rnatib ketsa ham bo'ladi. Bu sanduqchadan hozir bu mashinamizning ikki tarafiga ham o'rnatilgan. Xo'p, endi orqasiga o'tamiz. Shu ruchkalarni ham tushuntirib bersangiz. Zamoklar aka, Euro zamok. Kalitchalik ekan bu. Ha, bu shuni kalit chiqib o'zidan qulflanadi aka. Juda yumshoq. Qulf ildirib qo'ysa bo'ladi. Qulf ildiradigan joylari ham bor. Ko'rsataverasiz. Xo'p, undan tashqari, ikki taraflama, xohlasa kalit bilan, xohlasa qulf ildirib qo'ysa bo'ladi. Undan tashqari tepasiga bitta ahamiyat qarataverasiz. Tarnovchasi bu. Masalan, qor, yomg'ir yog'ganda tepasi suvda bo'lib qolmaydi. Mana shu tarnovdan oqib chiqib ketadi aka. Xo'p, past qismiga zadniy duga o'rnatib berganmiz. Masalan, sizga dugani foydali tarafini aytib o'taman. Birinchi navbatda mashinani ko'rkini ochadi. Hamma joy nержавейка-ku, o'sha bilan kollaboratsiya bo'lib. Xo'p, undan tashqari bu duga listnitsa vazifasini bajarib beradi. Chiqqanda, tushganda bemalol yuk ortib chiqsangiz bo'ladi. Mana u ikkovimizni ham ko'tarar ekan. Ha, ikkovimizni ham bemalol ko'taradi. Chiqib tushib yuk ortsa bo'ladi bemalol. Undan tashqari har xil baxtsiz hodisalar bo'lib qolishi mumkin. Orqangizdan birorta mashina yetib oladigan bo'lsa, eng birinchi navbatda mana shu bilan to'qnashadi. Sizning mashinangizga hech qanaqa kuzov qismiga zarar yetmaydi, chunki bu juda baquvvat. Yana bir narsani tushuntirib o'taman Sherzod aka, mana bu ilmoqcha. Buni ko'pchilik nimaligini bilmas ekan. Hozir buni ishlashini ko'rsatamiz. Xo'p, eshikni ochamiz. Mana, misol uchun orqadan chiqib qoladigan yuk ortgan vaqti eshik yopilmaydi. Shuning uchun mana shu ilmoqchani qo'yib berganmiz. Shunda eshikning orqasiga qistirib qo'ysa bo'ladi mana.
Eshik hech qayerga qochib ketib qolmaydi aka. Ko'rib turganingizdek. Yopilib ketmasa Ha, yopilib ketmaydi shamolda ham. Xo'p, yana bir narsaga ahamiyat qaratib eshikning oldlaridagi rezina. Turetskiy rezina aka. Issiqqa ham, sovuqqa ham chidamli. Bitta ko'rsatib o'rasiz mana shuni. Xo'p, endi ichki qismiga kelamiz. Ichki qismiga keladigan bo'lsak, polni splashnoy alikafon aka. Biror joyda uloq yo'q. Ahamiyat qaratib ichki qismi ham bizda, tashqi tarafi ham splashnoy alikafon. Hech qayerda uloq joyi yo'q. Burchaklariga eng sifatli germetikalar ishlatilgan. Poliga keladigan bo'lsak, poliga 1-2 lik glansiviy atsinkovka list surib berganmiz. Bu listimiz aka splashnoy, bestek, uloq joyi yo'q. Svarka tekkan joyi yo'q. Yo'llarni 10 sm, 15 sm dan ko'tarib berganmiz. Undan tashqari, solchi ichi qon bo'ladimi, loy bo'ladimi? Solchi ustini qanaqa karchir bilan yuvsangiz, ichini ham qo'rqmasdan xuddi shunaqa karchir bilan yuvorasiz, hech qayerga suv o'tib ketib qolmaydi. Va tungi yoritgich, kechqurun yuk ortgan vaqtingiz, tushirgan vaqtingiz mana shu sizga juda foydali bo'ladi. Ichini yop-yorug' qilib beradi. Xo'p, ugonliklarga bitta ahamiyat qaratib o'rasiz. Yo'llar, polni nerjavika nikel. Hurmatli obunachilar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Ustalarimiz mehnatiga o'zingizlar bitta baho berib o'tib ketasizlar. Xo'p, undan tashqari aka, bu mashinaga ramo slet qilib berganmiz. Ramasini ichiga 5 lik shveller tiqib berganmiz, profilimiz. Endi eng qiziq joyi bu furgonimizning narxi akalarim. Bu furgonimizga qilingan ishlar boshdan yana aytib o'taman. Ramo slet qilingan, ikkita sanduqcha, zadniy dugasi bor, koronasi bor, havo kesish uchun mo'ljallangan va zamoklari yevro. Buning narxi 14 million 900 ming so'm. Hujjatlarga keladigan bo'lsak, hujjatlarda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Furgon tayyor bo'lgandan hujjatni qo'lingizga topshiramiz. 10 kunlik spravka. Bu sizni solchi ko'chada yurishingizga yordam beramiz. Solchi gaya ushlasa ham hech qanaqa sizga pretenziya qila olmaydi. Biz sizga hujjat bersak. Undan tashqari necha kunda tayyor bo'ladiganlarga bu furgonni atiga 1 kun ichida tayyorlab beramiz. Ko'p vaqt ketmaydi, 1 kun. Solchi siz bizga aloqaga chiqasiz. Aka shu kunga navbat bor. Yo bo'lmasa biz aytamiz, aka ana shu kunga navbat bor. O'sha kuni ertalab olib kelasiz. 7 da kechki 7-8 gacha mashinani tayyorlab, shuni kaltini qo'lingizga topshirib, xursandchilikda jo'natib yuboramiz. Hech qanaqa hech narsadan muammo bo'lmaydi. Xo'p, endi keyingi mashinamizga o'tamiz. Ahamiyat qaratib o'rasizlar. Bunda hozir Sherzod aka koronasi yo'q. Mana, bitta ko'rsatib yuboring shuni. Bu koronali siz variant, bu koronasi bor variant aka. Bu furgonimiz balandligi 1.40. Bunga ham ikkita sanduqcha o'rnatib berganmiz. Ahamiyat qaratib o'rasizlar. Zadniy dugasi bor. Xo'p, bu ham xuddi mana shu bilan xarakteristikasi bir xil. Alikafon, ichkarisi ham, tashqarisi ham splashnoy alikafon. Xo'p, bu furgonga qilingan ishlar ikkita sanduq zadniy duga qilingan. Xo'p, zamoklar yevro, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 13 million 200 ming so'm. Bunda ham hujjatlarda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ikkalasi ham bir xil hujjat yoziladimi? Ha, ikkalasiga ham yuk furgon qilib yoziladi aka. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Xo'p, mana bitta ko'rsatib yuboring, orqasidan pastda ikkalasi ham bir xil. Faqat bu 1.40 lik variantimiz, u 1.50 lik variantimiz aka. Bu teparoq turib, pastroq o'zi bir xil ko'rinib turibdi, lekin u pastroqda. Ha. Xo'p. Keyingi variantimiz bu bortli tent. Xo'p, bu haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Buni Turetskiy 700 gramlik tentdan materialni tikib berganmiz aka. Eng sifatlisi, choklari ham juda chiroyli chiqqan. Karkazga bitta ahamiyat qaratib o'rasizlar. Karkazga keladigan bo'lsak, juda zid joylashgan, 4x4 va 4x2 profillardan foydalanib yasalgan. Orqasini Damaznikdek ochiladigan qilib berganmiz. Mana, ko'rishingiz mumkin. Shuni ko'tarasizlar, ochiladi. Nasos silindrlarini o'rnatib berganmiz. Xohlovchilarga aka ikki tarafga ochiladigan qilib beramiz profildan. Xohlovchilarga mol qo'y tashiyman deganlarga bir tarafga ochiladigan qilib beramiz. Yoki mana bunaqa alikafonli orqasini eshik qilaman desa, uni narxi boshqacha bo'ladi, uni gaplashaveramiz. Va bu mashinaga tunuka qoplab berganmiz. Ahamiyat qaratib o'rasiz. Tunukasi aka bestek, splashnoy. Ko'rib turibsiz-a? Bu tunuka qoplash sababi mashinangizni pol, bort, salon orqalarini zanglashini, chirishini oldini oladi. Undan tashqari o'zimiz xalq mashinani olishdan oldin sotishni o'ylaydi. Agar mana shunaqa tunuka qoplamasangiz 1-2 oy ichida o'zi juda og'ir ahvolga kelib qoladi. So'ng yana foydali tarafi og'ir yuk ortgan vaqtda o'zi zavodskiy poli vanna bo'lib qolmaydi. Bu tunukamizga ham katta kaffolati bor. Bu Koreyadan zakaz bilan keladi.
Va yana bir narsani aytib o'taman aka, bu tentni misol uchun o'ziga kerak bo'lmagan vaqtda bemalol yechib olib qo'ysa bo'ladi. Shu tomoni yaxshi ekan. Ha. Misol uchun mana hamma joy bolt gayka, biror joyga svarka tekkan joyi yo'q aka. Apshifkani ham, tentni ham. Xohlovchilarga yig'ma tent ham qo'yib beraveramiz. Xo'p, endi buni narxini aytib o'tamiz. Tent, karkazi mana bu orqasi damaslikdan ochiladigan bo'lsa 3,5 milliondan chiqadi aka. Tentini o'zi. Mana shu tentni o'zi, mana shudan tepasi. Misol uchun orqa ish kerak emas deydiganlarga 500 ming arzon bo'ladi, 3 million bilan chiqadi. 3 million bilan. Xo'p, apshifkaga keladigan bo'lsak, apshifka 1-2lik hamma joy atsinkovkaliz, apshifkamiz narxi 1 million 700 ming so'm. Hozir bu mashinaga ketgan xarajat 5 million 200 ming so'm hujjatlari bilan, 10 kunlik spravkasi bilan. Hujjati nima deb yoziladi buni? Yuk bortli tent deb aka. Yuk bortli tent. Ha. Xo'p, buni bizda yig'ma varianti ham bor. Yig'ma varianti aka 3 million so'm. Buni atiga apshifka ikkalasini 5 soat 6 soatda o'rnatib qo'yib beramiz. Bunga ham xuddi shunaqa bizga aloqaga chiqadi. Misol uchun aytilgan vaqtga keladi, ertalab olib kelsa, obeddan keyingacha chiqarib beramiz. Xo'p. Endi keyingi mashinamiz mana. Bunga ham xuddi shunaqa 150lik variant. Korona o'rnatilgan, ikki tarafiga chiroyli sandiqcha o'rnatilgan, zadniy dugasi bor. Bu ham xuddi shu bilan bir xil. Bu ham shu narx aka, 14 million 900 ming so'm. Bu ham shu Ramo Uslet, zadniy duga, ikkita sandiqcha koronasi bo'ladi. Bu ham ichkarisi tashqarisi alikafon 14 million 900 ming so'm bilan chiqadi. Xo'p, endi yana bir xil bir variantimiz bor aka. Bu 3 eshikli. Sal uzoqroqdan ko'rsatib o'rasiz. Mana. Orqada ikkita eshik, yon tarafdan eshik ochib berganmiz. Misol uchun bu mashina ular bilan bir xil, faqat farqi bakoy eshigi bor. Mana, ko'rib turganlaringdek. Xo'p, bunga qilib bergan ishimiz aka. Ikkita sandiqcha o'rnatilgan. Zadniy duga o'rnatilgan. Bu ham shu ichkarisi ham, tashqarisi ham splashli alikafon. Bizada aka, qo'ldan kelgancha hamma labolarga splashnoy qilib beramiz. Uloq tushirmaymiz. Bu furgonimiz narxiga keladigan bo'lsak, bu furgonimiz 14 million 700 ming so'mga tayyor bo'lgan. Buni ichida ikkita sandiqcha, zadniy duga, furgon, zamoklar yevro bo'ladi. Bakoy eshik 14 million 700 ming so'mga. Bu ham xuddi shunaqa bir kunda tayyor bo'ladi. Buni hujjatiga keladigan bo'lsak, hujjati izotermik furgon bo'ladi aka. Izotermik furgon bo'ladi. Bulardan farqli, bu yuk furgon. Buni bakoy eshigi bo'lgan hisobiga bu izotermik furgon bo'ladi. Xo'p, bu yoqda yana labolarimiz bor. Mana ko'rib turganlaringdek. Bu yoqda yana 3 ta labomiz bor. Bular ham biz o'zimiz qilib bergan, chiroyli qilib. Bular ham narxi xuddi shularniki bilan bir xil. Keyin bu yerda savol tug'iladi-da, mana bu ichi arkafon. Shuni momoda faner istaydiganlar bo'lsa-chi. Xohlovchilarga fanerli variant ham qilib beramiz aka. Fanerli variantimiz 1 million arzon bo'ladi. Hamma joyi faner. Primerna mana bu 15 million bo'ladigan bo'lsa, ichini faner qilsa 14 million bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, bu yoqda tunika qoplab berganmiz. Mana. Misol uchun bu tunikani kelib aka alohida qoplatib ketsa bo'ladi. Tent o'rnatmasa ham, apshifka qilib ketsa bo'ladi. Bu narxi aka 1 million 700 ming. Poli 1-2lik atsinkovka list qoplangan, splashlar yo'q. Bestek, uloq joyi yo'q. 1 million 700 ming narxi. Buni 2 soat, 3 soatda qoplab beramiz, uzog'i bilan. Xohlovchilar, misol uchun duga qo'ydirmaganlar mana bunaqa zadniy dugalarni qo'ydirib ketsa bo'ladi, alohida. Faqat shuni o'ziga. Ha, mana shuni o'zini, misol uchun sandiq qo'ydirgan, yo butka qo'ydirgan, misol uchun qo'ydirmay faqat furgon puli yetmay qolgan odamlar bo'lsa, shunday kelsa sandiqchani ham, dugani ham alohida qo'yib beramiz. Duga mana brezgavekchasi bilan 400 ming so'm. Sandiqchani donasi aka 450 ming so'm Har biri. Ha, bularni shu 2 soat, 3 soatda qo'yib beramiz. Dugani yarim soatda qo'yib beramiz. Xohlasa, koronalarga ham, misol uchun mana koronalarni alohida qo'yib beraveramiz aka. Koronasini ish puli alohida? Koronasi 800 ming, 900 mingdan boshlanadi, razmeriga qarab 1 million, 1 million 100 shungacha chiqadi. Zavodskiy qilamiz, zavodskiy 1 million 200, 1 million 300 dan boshlanadi. Sizlarda muzlatgich xizmati ham bormi? Ha, aka, bizda xolodilnik sandwich paneldan furgon yasab beramiz. Misol uchun bugun ular tayyor, endi tayyor bo'ladi. Xudo xolasa, ertaga ular tayyorlab mana shu yerga olib kelib teramiz. O'zingiz olib kelib terasiz aka. Misol uchun uni ham bir kunda tayyorlab beramiz. Uni 8lik sandwich paneldan qilib beramiz. Qalinligi. Uni ham kafolati bor aka. Uni ham hali to'liq video obzor qilib chiqaramiz alohida. Ko'rib turganlaringdek akalar, tanlovda adashmanglar.
Misol uchun bizni jamoamizni O'zbekistonda hamma taniydi. Biza qilib bergan ishimizga kafolat beramiz. Chunki biz kompaniyamiz Sherzod aka, o'zingizdan bilasiz, pashti 20 yildan beri ish faoliyatini olib keladi. Shunday. So'ch 1 yil, 2 yil oldin chiqib butka yasa boshlamagan. Mana shu sohani, furgon yasash sohasini O'zbekistonga olib kirgan odamlar, bizning ustozlarimiz. Ulardan o'zingizdan bilasiz. Albatta. So'ch u bizlarni bilgan biladi dedi-ku, Shunday. Har bir qilib bergan ishga aka, men videoni saqlanib qilib qo'ysin. Mana shu furgonga ham, mana shu furgonga ham, bunga ham hammasiga aka 5 yil kafolati bor. 5 yilgacha 5 yil garantiya bor. Misol uchun endi nima deymiz? 99% biz kafolat beramiz, 100% kafolat bandasi bera olmaydi. O Allohga xos, aka to'g'ri. Albatta. Ha, 1% endi odamzoddan hatto kamchilik o'tsa, shuni hisobga olib 5 yil kafolat qilganmiz. Biror joy tiq etsa shunday keladi aka. Teppa-tekinga to'g'rilab beramiz. Remont qilib. Ha, bizni manzilimizga keladigan bo'lsak, Navoiy shahrida mavjud. Yaqin bir hafta oldin Navoiy shahridan ochdik. U yerda ham barcha xizmatlarimiz mavjud. Tunuka qoplash, furgon o'rnatish, tent o'rnatish xizmatlarimiz mavjud aka. Bizning katta glavniy filialimiz Samarqand shahrida. Samarqand shahrida. Yana bitta savol bor sizga. Mana bu butkalarni ichi atsinkovoy tunuka bo'lyapti-ki. Shuni xohlovchilar ichin tagi nijavika bo'lsin deganlarga qanday bo'ladi? Ha, nijavika desa ham aka qilib beraveramiz, farqi yo'q. Misol tovuq tashiydi, go'sht tashiydi, zanglamaslik. Nirjavika qilib beradi desa, xohlovchilar nirjavika ham qilib beraveramiz. Uni narxi boshqacharoq bo'ladi. Aloqaga chiqsa, uni hisoblashaveramiz Telefonda. Ha, shunday aka. Yana qanaqa savollaringiz bor? Savol berib tashlang. Hammasini aytib bo'ldik. Menimcha ichi faneri, yonida eshigi, tent. Endi xaladinlikda yana to'liq obzorini chiqarsangiz, xudo xolasa, xaladinlikda ham to'liq video obzorini chiqaramiz. Xo'p, bizga Labodan tashqari aka, lubbi turdagi yuk mashina furgon o'rnatish xizmati bor. Jak deydimi, Kia, Chang'an, Chery, Dongfeng farqi yo'q. Isuzugacha ham o'rnatib beramiz. Hammasiga. Ha, undan tashqari, masalan, Isuzularni ishlarini ham aka apshifga qilib beramiz. Masalan, bizning kanalga o'tib olasiz, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimizda hamma ma'lumotlar bor. Xo'p, manzillarimiz Navoiy shahrida va Samarqand shahrida. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. O'sha telefon raqamlar Asilbek deb telefon qilsangizlar, alo deyman, buyog'ini xudo xolasa ko'ngillaringizdagidek qilib beramiz.